29-dekabr. Chaspik. Tak, Kalina Moldan. Sakhalinsk 32 bega. Olamiz hay. Hozir imkoniyat bor. Bitta muhim tema haqida gapirmoqchiman. Zakazni o'chirib ishlashni, liniyani zaynat qilib ishlashni foydali zalari nimaga? Ko'p roliklar chiqib ketgan-ku, narx qimmat bo'lishi uchun hamma zaynat qilib ishlasa narxlar ko'tarilib ketadi. Qimmatroq zakaz qilamiz deb videolar ko'p chiqib ketgandi. Buni narx ko'tarilishiga juda ham ko'p ta'sir yo'q. Buni foydali zalari yangi ulanganlar ana o zakaz olgandan keyin liniyani o'chirib qo'ysa, to shu zakazni olib borib qo'ygancha zakaz bermaydi, chalg'itmaydi voditelni. Bemalol zakazni olib borib qo'yib, zavers qilgandan keyin liniyani yoqib yana bemalol shoshilmasdan ikkinchi zakazni oladi. Tajribasi o'sha professional bo'lgancha, professional voditellar o'chirmasdan ishlasa ko'p ishlaydi. Sepochka bo'lib ketaveradi. Boradigan adresiga kerak bo'lsa, o'sha podyezdning o'ziga klient kutib o'tiradi. Men hamma usulni qilib ko'rganman, o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim. Bonus bergan vaqt joyiga keladi, 50 ta ham zakaz qilamiz, shaharning ichiga probkasi bilan birga, probka bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Lekin liniyani zaynat qilib ishlasam, 20 ta zakaz qilaman, undan ko'p qila olmayman. Necha kundan beri liniyani zaynat qilib ishlayapman. Kechani 4000 ishlaganman, 6000 ishlaganman. O'zim ayirib uraman deb foydasi yo'q. Kam ishlaysizlar, kassalaringiz bo'lmaydi. Sepochka bo'lib ketishi uchun yoqib ishlayverish kerak. Professional bo'lsalaringiz, hamma narsani tushunsalaringiz, zaynat qilib ishlash foydasi kamroq. Men o'zimga sinab ko'rdim. Yana hammani o'zi biladi. Yangi novichoklar uchun foydasi yaxshi. Shu taraflama foyda. O'rgangunicha, professional bo'lganicha shu usulni qo'llasa zo'r.